O'zbekiston Respublikasi Prezidentining naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mazmun-mohiyatini tadbirkorlarga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida soha vakillari bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda davlatimiz rahbarining yangi farmoniga muvofiq 2030-yilga qadar yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish bo'yicha belgilangan asosiy maqsadli ko'rsatkichlar tushuntirildi. Jumladan, yalpi ichki mahsulotda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushini 1,3 barobarga qisqartirish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasida naqd pulsiz to'lovlar ulushini 75% ga yetkazish, iqtisodiyotning rasmiy sektorida band aholi ulushini 64% ga oshirish vazifalari belgilanganligi ta'kidlandi. Shuningdek, 2026-yildan e'tiboran barcha savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslar tomonidan banklarda generatsiya qilingan yagona QR kod orqali elektron to'lovlarni qabul qilish yo'lga qo'yilishi va 2026-yil 1-iyuldan boshlab savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi yuridik shaxslarda yagona QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish ham majburiy etib belgilanishi tushuntirildi. Mana bugun Surxondaryo viloyat boshqarmasida tadbirkorlar uchun seminar bo'ldi. Bu seminarda prezidentimizning farmonlari tadbirkorlarga tushuntirib berildi. 2026-1-apreldan boshlab qaysi yo'nalishda to'lovlar faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishi biz tadbirkorlarga tushuntirib berildi. Biz tadbirkorlarga bu o'tkazilayotgan seminarlar uchun soliq boshqarmasiga katta rahmat aytamiz. Chunki chiqayotgan har bir farmonni o'z vaqtida bizga tushuntirib berishyapti. Shuningdek, farmon bilan tadbirkorlik faoliyatiga asossiz aralashuvlarni bartaraf etish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, 2026-yil 1-iyuldan boshlab bosqichma-bosqich nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subyektlarida o'tkaziladigan tekshiruvlarni body kameradan foydalangan holda amalga oshirish tartibi joriy etilishi alohida qayd etildi. Tadbir yakunida ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berildi. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.